Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan ko'pchilik so'ragan, barchaga qiziq bo'lgan sun'iy intellekt yordamida professional taqdimot yaratishni o'rganamiz. Buning uchun Google ga kirib, Gamma App deb qidiramiz qidiruvda va birinchi chiqqan Gamma saytiga kirib olamiz. Birinchi kirganda sizdan ro'yxatdan o'tish so'raladi. Email va parolingiz orqali ro'yxatdan o'tasiz. Men ro'yxatdan o'tganligim sababli ro'yxatdan o'tish so'ralmadi va to'g'ridan-to'g'ri saytga kirib ketdi. Va saytga kirgach, bir necha soniya kutib turamiz va quyidagi menyular chiqadi. Nastroykasiga kirib, sozlamalarni oldindan to'g'rilab olishingiz mumkin va birinchi o'rinda plus, ya'ni yangi yaratish tugmasini bosamiz. Mana pastda oldindan tayyorlab olgan taqdimotlarimizni ko'rsatib turadi. Plusga kirib, yangi taqdimot yaratish tugmasini bosamiz va so'ng quyidagi menyular chiqadi. Menyular ichidan birinchi bo'limni tanlaymiz, yaratish bo'limini. Yaratish bo'limini bosganimizdan so'ng quyidagi menyular ochiladi. Ular ichidan taqdimot bo'limini tanlaymiz. Til sozlamalardan o'zbek tili qilib o'zgartirib olamiz. Karta degan joydan taqdimot uchun kerakli bo'lgan sahifalarni tanlab olamiz. Bizga kerakli bo'lgan sahifani tanlaymiz. 10 tagacha sahifasi bepul, qolganlari pullik ekan. Va pastda nima qilishni xohlayotganingizni tasvirlab bering degan joyga taqdimot mavzusini kiritamiz. Taqdimot mavzusini kiritib bo'lganimizdan so'ng konturni yarating tugmasini bosamiz. Va shu tariqa bizga kerakli bo'lgan taqdimot uchun rejalarni tuzib beradi. Ularni ko'zdan kechirib chiqamiz. Har bir karta uchun matn miqdori degan joyga o'rta tugmasini belgilaymiz va yaratish. Endi bu yoqdan mavzularni tanlaymiz. O'zimizga kerak bo'lgan taqdimot uchun shablonni tanlaymiz. Menga shu shablon yoqdi va yaratish tugmasini bosamiz. Bir necha soniya kutib turamiz va taqdimotimiz uchun kerakli mavzularni tayyorlab, taqdimotni yozib beradi. Taqdimot tayyor bo'lguniga qadar sahifani yopmay turing, aks holda tayyorlangan ma'lumotlar o'chib ketish ehtimoli bor. Va tayyor bo'lgach, mavzularni ko'zdan kechirib chiqamiz va yuqoridagi 3 ta nuqtachadan eksport tugmasini tanlaymiz. PDF ga eksport qiling degan birinchi tugmani tanlaymiz va bir necha soniya kutib turamiz. Mana tayyor bo'ldi. Ko'k yozuv ustiga bosib, uni yuklab olamiz. Taqdimotimiz tayyor. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like va kommentlarni kutib qolaman. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsangiz, o'zim javob beraman. Xayr, salomat bo'ling.